Bizni manzilimiz Namangan shahar, Yangi Namangan tumani, Yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini Yoshlik mahallasida joylashgan. Siz ko'rib turgan chorraha ilgari oromgoh Kolsavoy deb atalardi. Hozir chorrahaga aylantirib qo'yilgan. Mana bu biz turgan joydan chap tomonimizdan Uchqo'rg'on, Chortoq, Yangiqo'rg'on yo'nalishidagilar keladi va o'ng tomonga buriladi. Bu tomonda esa pasport stoli, Yangi bozor joylashgan. Yangi bozordan pasport stoliga qarab yuradi va mana shu chorrahaga kelib to'g'riga o'tib ketadi. Mana bu tomondan bo'lsa Toshkent, Qo'qon, Pop, Chust, To'raqo'rg'on tumanlaridan keladiganlar kelib, mana shu chorrahadan chap tomonga burilishadi va Zaytun magazinini oldidan 3 kilometr yurishadi. Samarqand savxozi mol bozori yo'nalishida. Agar siz Chorsuvdan kelmoqchi bo'lsangiz, Chorsuvda hozir yangi aylana paydo bo'lgan. Avtomobillarga qulaylik bo'lish uchun o'sha joyning ro'parasida 15 marshrutga qatnaydigan Damaslar turadi. Yoshlik mahallasiga boraman, tuya sutiga deyilsa, eshigimizni oldida to'xtatib qo'yadi. Chorsuvdan 12 kilometr masofada turamiz. Oromgoh yaqindagi chorrahadan 3 kilometr yurganda 4-svetofor yo'l rosa ko'tarilgan joyda keladi. E'tibor bering, chap tomonda 2 qavatli bolalar bog'chasi bor. Yana yonida dorixona, Ali Market magazini bor. Siz mana shu svetofordan o'tib Yoshlik mahallamizga burilasiz. 900 metr yurilsa o'ng qo'ldagi uzun soyabonli o'rindiqlar o'rnatilgan hovli bizniki. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot.